Xo'sh, nima shikoyat bilan keldingiz? Semirib ketyaptilar. Qanaqasiga bilmadim. Ishtaham shunaqa zo'r yevuraman, lekin to'yganimni bilmayman. Nima sabab deb o'ylaysiz? Mani aybim yo'q. O'zlari xolajonimga qo'ymasdan pishirtsalar qanday yodiyman? Avlodlarida shunaqa holat kuzatilganmi eringizdan boshqa? Ko'p oz bolalik qiltirligimizda hammani bizni avlodga rahmi qilardi. Uylanganmisiz? Aytdim-u, mani umuman aloqam yo'qdi. Nabarot to'yimizdan keyin 3 kiloga ozib shikoyat bo'lib qolganman. Undan nimadan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Oxirgi kunda ratsioningizda nimalar o'zgardi? Hech narsa. Oldin qanaqa ovqat pishirsam, hozir ham shunaqa ovqat pishiraman. Ha, yaqinda yangi qozon nabor olib berdilar. Vitalina. Doktor, shu qozonni olib bergandan keyin qo'llari shirinlashib, любой ovqatlari shunaqa asal chiqyaptiki, mazza qilib yeyapman. Hidlarni aytmaysizmi? Shunaqangi mazali, tagiga umuman oldirmaydi. Shunaqangi zo'r sifatli-da. Ha, birinchi bo'lib qozon nabor olib berdilar. Keyin qo'shib yaklaridan, tavalaridan, choynagidan, kichkina qozonchasidan hozir xullas hamma narsa oshxonamda. Vitalinadan. Qanaqasiga bilmadim. Ishtaham shunaqa zo'r yevuraman, lekin qanaqa to'yganimni bilmayman. Oldilari ovqat qilsam, yarmi uvol bo'lib qolardi. Hozir ovqat qilsam, o'zlariga qo'shib maligini ham yutib yuboryaptilar. Ne shunaqa ekani? Vitalina, pazandalar sira. Akalar, olib bermanglar, semirib ketasizlar.